Sho'rva kanalining obunachilari, bizga yaqindan kuzatib borgan aka-uka singillar va sizlarga bir dona metal bukamiz bor. Qo'ldan kelgancha sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib, mashalloh, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Xudo sizlarga manfaatli zo'r video bo'ladigan umidamiz. Sog' bo'ling. Sog'liklar hamma yo'g'iga garantiya akalar, xudo xolasa. Hamma yo'g'i zo'r. Oyiga keladigan bo'lsak, 4 oylik akalar. Bo'ylari necha chiqadi? 1 metr. O'zimiz avja bor ekan uyda. 1 metrga olishaversin deyishyapti akalar. Oyoq qo'li baquvvat. Sekan tuyoq akalar. U og'ziga sal narsa tayib qolganligi uchun kul tayib qoldi akalar. Shuning uchun sal naqib qoldi. Janovar mana tursin akalar. Janovar. Oyoq qo'li baquvvat. Oyoq qo'li sekan tuyoq akalar. Tirnoqlar o'sib ketib qolmaydi xudo xolasa. Ular oyliklar 4 oylikdan o'tgan 28% edi. Tayyor akalar. Yangi tug'ilgani ham 15 million, 16 million bo'lib yotibdi. Buni narxi vaqtmi aksiyada qilib yuboramiz xudo xolasa. Ko'rib bittadan baho berib ko'rasizlar. Aylantirib mana. Narxi nech pul buni? 9.800. Buncha tushib berasizmi yana? O'zi yaxshi bo'ldi o'zi. Videoda yancha tushib bering. 9.600 bo'lsin gap yo'q. 9600 akalar. Bu Oltiariq Sho'rva kanalida ham chiqadi akalar. O'tib bemalol kuzatishingiz mumkin. Instagram ham, Telegram ham, YouTube ham bor akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamma yo'g'ini deydigan umidamiz. Azbi aka. Nima qilishsin? Azbek o'ziga ham obuna bo'lib qo'ydi. Mana akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Azbingizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.